Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Draco. Bugun biz qishloq topib, o'zimizga shaxsiy imperiya quramiz va butun bir qishloqda raid o'tkazamiz. Qani ketdik. Birinchi o'rinda daraxt chopib olamiz. Bu yerdan qishloq topilishi juda katta foizda. Apa? Tezroq. Oldik-da. Qayerda kamur ekan do'stlar? To'ldirib, qop-qora ot. Uni o'rgatishim kerak, lekin ilojim yo'q. Sakkizta taxta. Endi shu yerdan shu yerga qarab olib ketamiz. Mana tosh. Toshga olib olamiz va ozgina ovqat olamiz shu yerda, chunki juda qo'ylar ko'p edi. Do'stlar, bizga o'zi kirkamizning kuchi oz qoldi. 40 ta tosh olib olamiz do'stlar. Chunki tosh juda ham kerak bo'ladi. Do'stlar, qarang, kirkamizning joni oz qoldi. Birdan hammasiga olib olsak ham bo'ladi. Chunki do'stlar, buni tashlaganimiz bilan baribir joni oz. Shuning uchun hammasiga kovlab olamiz do'stlar. Men shuni yaxshi deb o'ylayman. Tosh. Yana ikkita tosh keldi. Bular menga qayerdan kelib bilmayman. Hop, endi o'zimizga bunaqadan Do'stlar, yasab olamiz. Lopatka. Endi bu kirka, lopatka yaxshi. Do'stlar, qarang, qishloq topdim. Qanday yaxshi. Let's go, bro. Qani ketdik. Endi men o'zimga shaxsiy ot o'rgatib olaman. Do'stlar, mana bularni qarang. Shundoq yonimda qishloq bor ekan do'stlar. Endi bu yerdan daryo bo'ylab suzib ketmoqchi edim. Endi men umuman ovqat to'plamasam ham bo'ladi, chunki do'stlar, bu yerda cheksiz ovqat bor. Mana hozir men ularni olyapman. Hali hammasi emas, bu ovqatlar boshqa joyda ham bor. Ana bu yoqlarda. Temirchining uyi ham bor ekan do'stlar. Qanday yaxshi. Olamiz. Do'stlar, keling, yana bitta maqsad qo'yamiz. Biz olmos topib, full olmos bo'lganimizdan so'ng vizir bilan ham jang qilamiz. Yaxshi fikr, to'g'rimi? Menga bu yerda hech nima yo'q.
Agar bu temirchi bo'lsa, trade qilsa bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. Do'stlar, bu xizmat. Biron joyda ot egar bo'lishi kerak, axir to'g'rimi? Bu yoqda ot egar bo'lishi tugul sandiq ham yo'q. Ot egarni qanaqa topaman hali? Do'stlar, ot egarni qanday qilib topib olaman? Do'stlar, men shu golimni o'ldirishim kerak. Uni sakrab urish kerak. To'rtta temir. Agar buni bittasini ot egarga ishlatsam, bu yaxshi. Mana shu ot egar uchun ham kerak do'stlar. Jun deb yotibman do'stlar, qanaqa jun? Ot egar uchun bizga mol terisi kerak. Men uni qayerdan topaman? Axir bu yerda bir dona ham mol yo'q. Do'stlar, qishloqlar ham mol boqmas ekan. Mayli, lekin biz hozir taxtam qo'yilib ketdi. Vestakka somon non qilib olishimiz kerak. Qariktadan qancha non chiqadi? Juda yaxshi do'stlar, let's go. Biz ovqat masalasini hal qildik. Bu ovqat meni 7 pushtimga yetadi do'stlar. Hoppa. Yaxshi. Bizda 2 stak non bor, pashta. 2 stak non bor. Qanday yaxshi do'stlar, men mazza qildim. 2 stak u bitta nonimiz bor ekan do'stlar. Opa. 2 stak u bitta. Qanday yaxshi bu. Men mazza qilyapman. Endi bitta ovqat masalasi hal. Shular, men bularning patini olyapman faqat. Go'shti kerak emas. Bas ularni pishirib yeyishim mumkin. Lekin ularning patini o'zimga kamonga o'q yasash uchun olyapman. Ajab o'tdim do'stlar, qishloqqa. Abone. Ovqat qo'ymabdi-ku. Nega hamma qishloqni ko'radi? Men ularga yomonlik qilmadim do'stlar. To'g'risini aytsam, bu qishloqda faqat ovqat topdim. Boshqa hech nima topolganim yo'q. Chunki bu qishloqda bir kunga qimmat narsalar bor ekan. Men bugungi tunni shu yerda to'xtatmoqchiman do'stlar. Chunki tovuqni men o'zimnikini qilaman. Sen nima qildingmi? Seni o'ldirishimni darrov qo'shyapsan. Mol kerak do'stlar. Hop do'stlar, bugun kechqurun biz uxlamaymiz. Chunki biz nima desam bo'ladi do'stlar? Qo'pol bo'lsa ham biz o'rgimchak terisini ishlab olamiz.
Do'stlar, menga mana shu narsalarim sehrlayotganda bu narsalar albatta kerak bo'lib turadi. Kerak olib men hozir shu yerga spawner qo'yaman. Birinchi o'ringa o'zimga qalqon va qilich. Oy yo'q. Endi bizda bitta temir qoladi, to'g'rimi? Buni esa ot egarga ishlataman. Spawner. Lekin men uxlamayman do'stlar. I'm Victor. Tabii canım. Kanı sen ey zombi iskelet. Ay ya. Güzel olmuş fakat bana şu zombilerden Bunga daraja ham kerak narsalarimni sehrlashim uchun do'stlar. Hamon bu yoqqa kel. Sizlarni o'ldiraman. Bitta qo'ying, tirik qo'ying. Sizlarni faqat zombilarni o'ldiraman chunki skeletlar va creeperlar eng xavflisi va qo'ylar ham. Oy. Do'stlar, bu yerga ovqat yeb olamiz. Ana zombilar bu yerga kelishganda yo'q do'stlar, meni o'ldirishdi. Hozir men narsalarimni olib